Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimizlar, tinchmizlar. Sizlar bilan men Hasanjon Qo'shaqov va Hasan Musofir TV YouTube kanalimizda kuzatib turibsizlar. Do'stlar, Rossiyani Bashkortiston degan Odilniy avtonom respublikasi bor. Ufa deyiladi. Shu yerga uchib keldim 27-fevral kuni. Men hozir Moskvadaman. Shu haqida sizlarga Bashkortistondagi shu Ufa shahridagi aeroport haqida ma'lumot berib o'taman. Videoga like bosib qo'yingizlar, oxirigacha ko'ringizlar. Qisqachagina reklama, biz videoni davom etamiz. Juda zo'r yangiliklar bor hali. Assalomu alaykum, YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimizlar. Mana men va nihoyat Moskvaga yetib keldim. Hozir sizlarga bir insonni tavsiya qilib o'taman, Murod akamizni. Assalomu alaykum, yana bir bor. Hasanjon, yaxshi keldingizmi? Tinchmisiz? Rahmat. Musofirlar uchun dokument xizmati bo'yicha Murod akamiz jon qo'ydirib ishlayapti. Bu yerda mashinistva degan narsa yo'q. Murod akamiz bizga mana ko'rinish berib, 100% ishonchligi uchun sizlarga chiqyapsiz. Aytingki, nimalar bo'yicha ishlaysizlar? Hozirgi kunda bizda трудовой договор уведомлениясini original 100% javob beramiz. Plus INN, SNIL, keyin запрет проверка. INN, SNIL, запрет проверка по всей России, Rossiya bo'yicha. Mana bu трудовой договор уведомленияsi bilan bo'lsa, Moskva oblast. Moskva oblast. Keyin patentni sertifikatiga yordam beramiz. Uni aloqaga chiqqanda men o'zim tushuntirib beraman. Mana sizlarga shunday xizmatlarni yo'lga qo'ydik. Ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqsalaringiz, albatta Murod akamiz o'zlari javob beradi. Like bosib tarqatib qo'yingizlar. Va xullas kalom do'stlar, men hozir Moskvadaman. Kecha Moskvaga yetib keldik. Ertadan indin video nasl bo'lsa YouTube kanalimizga joylashtiraman. Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga qanday aeroport tinch deb qaysi aeroportga uchishni bilmay yurgan do'stlarga yuborib qo'yingizlar va Rossiyaga kelmoqchi bo'lsangiz diqqat bilan eshitingizlar. Men hozir o'tirib joylashib olaman, sizlarga hamma ma'lumotni berib o'taman. Biz Dushanbedan uchdik Ufa shahriga. 15 dakam 1da uchdik, 15 dakam 2da uzr. Tojikiston vaqti bilan 15 dakam 2da uchdik. Tojikiston O'zbekiston bilan bu yerda vremyasi bir xil ekan. Ufa shahrining vremyasi. 3 soatda samolyot qo'ndi, 3000 kilometrdan ziyodroq masofa va Ufa shahridan Moskvagacha 1100-1200, adashmasam 1400 shunday. Moshinda keyin Ufadan Moskvaga yetib oldik taksida. 15-16 soat olib keldi platni yo'l bilan. Endi uxlab dam olib keldi-da shu vaqtning ichida. Biz keldik. Mana shu soat 5 da qo'ngan bo'lsak, soat 7 gacha hammani deyarli chiqarib yubordi aeroportdan. Shaxsan mendan so'radi. Akang bormi dedi. Ha, bor dedim. Ismini so'radi, familiyasi bilan birdan aytdim. Частный nima dedi? Goste или работа dedi. Men aytdim, работа dedim. Tamom, boshqa narsa so'rama. Akamni so'radi, ishni so'radi. Qayerga ishga boryapsan deb so'ramadi ham dash kerak bo'lsa. Qog'ozga qo'lni qo'ydirdi, pasportni oldi, chekkaga o'tib turdi deb o'tib turdik. Odamlar ism familiyasini aytib, oxirida chiqarib yubordi hammani. Telefonni tekshirib ham ko'rgani yo'q. Ufadagi aeroportda, Bashkortistonda qayerga ishga boryapsan deb so'roq savol ham qilgani yo'q. Juda oson va yaxshi o'tib ketdik. Sanoqli bolalarni ichkariga chaqirib, ism familiyasini aytib, ichkarida tekshirib, ularni ham chiqarib yubordi. Bilmayman ular nima uchun bunday qildi. 15 ta 20 ga yaqin bolalarni aeroportda ichkaridagi ishchi xodim bolalar ikkinchi etajga olib chiqib ketdi. Gridda 15-20 ga yaqin bolalar. Endi ular deport bo'lganmi, zapret bo'lganmi, bir narushiniyasi bo'lganmi? Nima uchun qaytarib bizga qorong'i bilmay qoldik. Lekin men o'zim chista dokument bilan qo'ydab yurardim shu paytgacha. Mana shu doim toza yurganlar so'roq savolsiz, javobsiz o'tkazib yuboryapti. Shunisi zo'r ekan Ufani aeroportini. Agar keyinchalik o'zgarib qolmasa, ertaga nima bo'ladi faqat Alloh taolo biladi. Mana biz Xudoga tavakkal qilib uchib keldik. Juda yaxshi aeroport ekan. Mendan so'ragan akang bormi dedi. Bor dedim. Nimaga kelyapsan dedi. Ishga dedim. Tamom, qo'l qo'ydirdi. Shu bilan pasportlar berib chiqarib yuborib berdi. Qayerga boryapsan deb boshqa joylarda 8 soat 10 soatlab Moskvada zadishka bo'lmay o'tkazib yubordi. Chiqdi taksi bilan Moskvaga davom etib kelib qoldik. Mana shunday gap so'zlar do'stlarim. Taqdiringizda bo'lsa Moskvadan ham o'tib ketasiz, lekin bu Ufa shahrida endi Rossiyaga o'tib qolish imkoniyati ko'proqligi uchun Ufaga uchib keldik. O'tgan Samaraga uchgan edim. Nasib bo'lsa shunday gaplar. Kommentariyada o'z fikringizni bildiring.
Videoga like bosib qo'yingizlar. Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlarga yuborib qo'yingizlar. Mana shunday yaxshi aeroport ekan. Ham muomalasi yaxshi ishchilarning. Kattakon rahmat, jonlaringiz omon bo'lsin. Shunaqa gap sizlar.